Alaykum hurmatli obunachilar, mana bugun biz sizlarga Toshchun motor korxonasini manzilini qayerda joylashib o'tganini ko'rsatib o'tamiz. Toshkent viloyati Zangiota tumani Bo'zsuv Chinor mahalla Amir Temur ko'chasi 144-uyda joylashgan. Orientir mana masjidimiz, Imom al-Buxoriy masjidimiz. Mana bugun biz sizlarga New Star mototsiklimizni yangi modelini obzorini qilib o'tamiz. Mana New Star mototsiklimiz 220 ga 140 orqa bortimiz, vilka 60 talik, faramiz yangi fara bilan jihozlangan, katta fara bilan. Rama 8 ga 5 ramamiz mana. Motorimiz 200 talik Lowell motor, Brent motor hisoblanadi. Radiatorimiz katta radiator, mana bachoklari ham qo'yilgan. Tak, bu qo'sh balon. Qo'sh balon. Bu silovoy silindr, chappa qiladigan mototsikl. Endi buni chappa qilish jarayonini ko'rsatib o'tamiz. Mana ko'targanimizda tormozlariga ahamiyat beramiz. Tormozlari gidravlitskiy. Akkumulyatorlari ham katta akkumulyator qo'yilgan. Dekabr oyi uchun hozir mana aksiyada turibdi. Buni bahosi 30 million 500. Silovoy silindriga 4 million so'm qo'shiladi. 34,5 million so'm shu turishi.